Hamma yoqda shov-shuv bo'layotgan iPhone 17 Pro smartfonini hozir kichik obzor ko'ramiz. Qo'limda Cosmic Orange rangidan bu iPhone 17 Pro liniyasidagi eng trendiy rangi bo'ladi. iPhone 15, iPhone 16 liniyalarida yon ramkasi titandan qilingan bo'lsa, endi iPhone 17 lineykasida bu alyumindan qilingan bo'ladi. Dizaynidagi ko'zga tashlanadigan joyi bu lidar datchik bilan fonarikni o'ng tomonga ko'chgani bo'ldi. Asosiy uchta kamerasi 48 megapikseldan bo'lyapti va u 4K 120 fps da bemalol video ola oladi. Makro va tungi rejimlari ham bor. Bundan tashqari lidar orqali 3D modellarni ham bemalol ishlasangiz bo'ladi. Oltki selfie kameraga keladigan bo'lsa, 18 megapikselni tashkil etadi. 17 Pro da 6.3 dyumli Super Retina OLED ekrani o'rnatilgan va 120 Hz da ishlaydi. 17 Pro va 17 Pro Max smartfonlari Apple A19 Pro chipi bilan jihozlangan. 17 Pro 4832 mAh batareykasi bilan jihozlangan, 17 Pro Max esa 5088 mAh batareykaga ega. Hozir videoga olishini 16 Pro Max bilan solishtirib ko'ramiz. Menga xuddi shu Deep Blue rangi yoqdi. Sizga qaysi rang yoqqanini kommentariyada yozib keting. Apple aytishi bo'yicha 17 Pro endi 33 soat video ko'rishga bemalol batareykasi chidab beradi. Bundan tashqari tezkor zaryad va albatta MagSafe zaryadka ham bor. iPhone 17 smartfonlarini eng zo'r narxda OpenShop internet do'konidan naqd yoki muddatli to'lovga ham xarid qilishingiz mumkin.